Sulaymannın balalarının həmmisi xizmətlik bolsunmu, lekin Haşimның balalaridek kishilarni hayron qoldiradigan ishlarni qila olmadi. Haşimның cho'ng o'g'li yop-yosh turibla boshqarma boshlig'i bo'ldi. Yaqinda yana muavin nozirliqqa o'stirilarmish. O'ttiranchisi cho'ng bir korxonaning bosh direktori. Oylik maoshi tuman yuandan osharmish. Kenjisi Shanghai qatnash universitetini bitirib keldi. Bultur elingan ma'murlar imtihonda shahar bo'yicha birinchi bo'lib, nihoyatda obdan bir idoraga davlat ma'muri bo'lib o'rinlashdi. Mana endi navrisini Amerikaga o'qishga chiqadi davatdi. Hey, odam degan shundoq bo'ladi ekan. Yosh qiron chog'larida bir-biri bilan kasbda baslashadi ekan. Qeyrib pensiyaga chiqqandan keyin o'zaro selishtirg'idek boshqa nemis qolmag'ashqa bolalari, navarlari qozongan nusratlari bilan maqtanadi ekan. Sulaymonmu ilgari muavin nozir edi. Umu bolalari bo'libmi navarlarining o'zidan ishib ketishiga tashna edi. Lekin Sulaymon navrisi Mardonni aslab qoldi. U hozir nima ish qilayotgandi? Sharipa qaysi kuni pulni elibli chiqib ketganicha telefon qilibmi qo'ymadi. Sulaymon bir chaqlarda navrisi Mardonni bir shapaloq salgan. Buni ko'rgan Sharipaning yuraklari ichishib ketgan edi. Sulaymon bu ishlarni asga elib, pushaymon ichida beshini chayqadi va o'z-o'ziga pichirladi.